Nexia 2 variantga so'raganlar uchun ko'ringlarchi, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Tayyor banki bor, yana bitta ko'ringlarchi, 2000-yilda ishlab chiqarilgan stanloy rangidan boshiga 2,5 ming berib turib, qolganini 15 oyga variantga. 2 yilga olingan, 12 million olingan ekan. Oyga 700 mingmi, 800 mingdan shunaqadan to'layapman. Variantga 2,5 ming pullar bo'lsa, 15 oyga variantga imkoniyati bo'lsa, o'shanga 2-3 ga bitib qoladimi? Naqd bo'lsa, naqd sanasa 2,5 ming bitib qoladimi? 2,5. Aka naqd sanasak 4 pastda bitib qoladimi? 308, 9. Nexia 2 navbatdagisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, rangi yo'q, 177 ming kilometr yurgan. Yarim pullar bo'lsa, masalan 2 ming pullar bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Assalomu alaykum barchaga, Vodimey kanalining qadrli obunachilari, barchangizga sog'lik salomat tilayman. Anjom mashina bozoridan davom etamiz. Variantga Nexia 2 15 oyga 2,5 ming pullar bo'lsa, variantga Nexia ko'rsatganman va tayyor banki bor Nexia 1 oyga 600 mingdan, 650 mingdan tonaladigan syomka qilganman. Puli arzon va yengillar dehqonlardan syomka qildim. 2015-16 puli yengillardan, to'g'risi tozalardan ham syomka qilganman. Qani unda videomizni boshlaymiz. Biz Sof savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva, Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi обязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga yetib keladi-da, pochtangiz 1 kun ichida ketadi. 3 kun, 4 kunda posilkani qabul qilib olishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Operatorlarimiz Nexia 2 navbatdagisi 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 360 ming kilometr yurgan, qorasidan so'raganlarga, mana bitta qorasidan. Kraskalar qanaqa aka? Kraska emas, shopir tomon yonbosh. Shopir tomon, yon tomonda kraska bo'lgan ekan. Oldi orqadan udari yo'q mashinada. Donsidan 2009 gidravlika rul mana qadramli holatlar. Avtomatri yangi gazi bor avtomashinada. Motorlar sozmi aka? Motor soz. Motorlari soz, rasoti yo'q. Shu tomonda kraska bor ekan. Bu ichiga o'tmagan bu tomondagi kraskalari? Yo'q, yo'q. Ichiga o'tmagan luksidan shilinganiga bo'lgan ekan, linonim ko'rik. Bu sidina qo'yilganmi deymani? Mana. Xo'p, magnitofon torpedach qo'yildi. Korobkasi ham yangi qo'yilgan ekan. Shu tomonda kraska, orqa oldidan kraskalari yo'q deyapti, ko'rasizlar holatini mana. Orqasini bosib o'rasiz, ochildimi ekan? Opa, gazlari temir avtomashinada, qani zapaska bormi? Yo'q ekan. Dam kirituvchilari bor mana, pol holati, shoslari bu yerda, kapot, ichki holatlari ko'raverasizlar. Dokumentda generalni oldi sotdi bo'ladi, muammo yo'q dokumentlarida. 2009 mana, ichki holatlari. Xo'p, puli qancha aka? 4,5. 4,5 ming kam bor. Variantga bo'lib berishga? Yo'q. Iloj bo'lsa naqdga. 1,5 ni berib turib, qolganini ozroq muddatga 1-2 oyga imkoniyati yo'qmi? Unga yo'q. Ha, naqd puli kelishadi. Xo'p, aka naqd sanasak 4 pastda bitib qoladimi? 308, 9, 400 ga. 400 ni teparoqda kelishadi. Barter qanaqa? Barter yo'q, iloji bo'lsa pulga kelishadi. Nomeringiz? 88. Aha. 980. 980 8003. Qayerda mashinasi? Jalaquduqda mashina. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Obunachilar, davom etamiz. Navbatdagi Nexia 2 avtomobil 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 370 ming kilometr yurgan, Dons motor, Lux konditsioner, gazi bor, gidravlika rul mana akkumulyator holatlari, qadramlik, uslitor holatlari. 2012-yil Nexia 2. Kraskalari qanaqa? Kraska toza, balonlari ham yangi ekan. Petno ishlangan joyi ham yo'q, ha? Yo'q, mana Luxidan linonim bo'lmagani, ko'rik chiqollari bor. Yurgani 370 ming puntlari bor avtomashinada. Ko'raverasizlar, orqada shtora pardalari ham bor ekan, bunaqangi pardalari bor. Linonim qilinsa bo'ldi. Talonkalari zavodskoy, barlari bor. Mana orqa holati. Ru 6. Uning gazi temir yuztalik. Opa, zapaska balon, domkirat ключ. Mana pollar holat. Kraska toza ekan, 2012-yil. Nexia 2 holat. Balonlari ham yaxshi. Mana holati.
Aka, motor hadovoylari yurishlari qanaqa? Zo'r. Yurishlari zo'r, rasoti yo'q, ha? Yo'q. Puli qancha? Bu 6000 deb. 6000 kam bor. Variantga bo'lib berishga kelishaveramiz. Bir 2000-2,5 puli bola chiqib ko'rsinmi? Kelishamiz. Naqd bo'lsa bir 502 larga bitib qoladimi? Shtriga. Balandroq. Qanchaga bermaysiz? Sodasi bo'lgandir. Bo'lyapti 8. Bo'lyapti, har xil. Telefon qilsa kelishiladi, mashinani ko'rib, tekshirib. Generalniy bo'ladimi akimita? 300 bo'ladi. Ha, nomiga o'tkazib oladi. Xo'p, nomeringiz? Nexus 2 variantga so'raganlar uchun ko'ringlarchi, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 stanoy rangidan. Bunisi ham variant imkoniyati bor. Xo'p, Sons gibrid konditsioner bo'lgan, gidrolik rul, mana qadramlik ustida holatlari. Gazi bor, 3-pakalin edi. Kraskasi qanaqa? Bu yo'qdami qanotda? Mana balonlari holati yaxshi. Ya bilmaysizmi anaqani? Ash qanotda bor, ha? Xo'p, linonim bo'lgan, ko'rikchi hol luksidan linonimlari bo'lgan mana. Xo'p, kalit o'zidami? O'zida, qani 412 ming kilometr yurgan avtomashina. Torpedali holatda tashalgan, orqasi dina patolog qismi fishkalari yaxshi mana. 2010-yil Nexus 2 bunga ham boshiga 2,5 ming berib turib, qolganini 15 oyga variantga osinglar bo'ladi deb xohlasa mana. Faqat variantga sotiladi, naqdga emas, variantga berilar ekan. Dokumentni generalni o'tkazib olish bo'ladi, hamma dokumenti. Gazi temir. Temir balon variant mana so'raganlarga telefon qilib kelishasizlar. 2010-yil Nexus 2. To'rtta baloni ham holati yaxshigina. Mana variantga 2,5 ming berib, qolganini 275 dan 15 oyga variantga olsanglar bo'ladi. 99 lik 908 0008 raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Xo'p, bunisini ham qayerdan mashinasini bilmaysiz. Ular telefon qilsa kelishiladi, qolgan ma'lumotni telefon qilib olaverasizlar. Mana variantga 2,5 ming pullar bo'lsa 15 oyga variantga imkoniyati bor. Telefon qilib kelishaverasizlar. Nexus 2 navbatdagisi 2009-yilda ishlab chiqarilgan stanoy rangidan. Yurgani qancha bo'ldi? 460 ming kilometr yurgan Dons motor, prostoydan rul mexanika, gazlari bor mana. Padravnik, filtr holatlari. Kraskalari-chi? Petnolari bor. Qayerda asosan? Shu qanotda bor, uchida modelda past. Ha, modelda pastda bor. Xo'p, balonlar holati avtomashinada 2009-yil Nexus 2. Prostoydan linonim bo'lgan, ko'rigi bor, chixollari, salonlar holati. Nexus 2 o'zini maytafonlari mana, salon holati, orqasi dina patolog qismi. Holati yaxshi, 2009. Orqasi kalitdami? Aka, orqasi kalitdami? Bitta siz gazlarni ham ko'rib olamiz. 2009 petnolari bor ekan, salkam, endi tozalasa ham bo'laveradi. Gaz temir. Zapaska balon bor. Damkirat kulchi bor, balon kulchi bor ekan mana. Qo'llari ham holati yaxshi. Dokumentda muammo yo'qmi aka? Generalni o'tkazib olish bitadi, muammo yo'q. Shu yerda jindek shilingan joyi bor ekan, uni polirovka qilsa yo'qolsa kerak mana holat. Motor hadovoylari sozmi? Ha, soz. Soz, moy rasoti yo'q. Puli qancha? 5300 kam bor. Variantga bo'lib berishga aka 1,5 puli bo'lsa, ko'p muddat emas, ozroq muddatga imkoniyati. Ozroq muddatga imkoniyati bor ekan. Yarim pullar bo'lsa, masalan 2000 pullar bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Dokument generalni ham bo'ladi. Bo'ladi. Narx sanasi aka 4,5 ming bitadimi? Unga bitmaydi. Qanchaga bermaysiz sodasi? Kelishamiz, telefon qilasin aka. Qayerda mashinasi? Buloqboshni mashinasi. Nomeringizni aytib berasiz. 99 lik. 981 981 2744. 2744. Xo'p, sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Nexia bir navbatdagisi 2007-yilda ishlab chiqarilgan rangi oqidan ko'ringlarchi, kraskasi oldida bor. Ichiga o'tmagan, ichlari butun, ha? Ichlari butun ekan, ko'raverasizlar. Oqidan yengil kraska bo'lgan 2007 Dons motor, gidrolik rul mana, padramnik, chok, ustutirlari, holati konditsioneri bo'lgan. Xo'p, qolgan joyi tozami? Qolgan joyi toza, balonlar o'rtacha. 2007-yil mana.
Lux'dan denonim bo'lmagan ko'rik, chexol, rul qo'yilgan tablo 375 ming yurgan. Mana salon holati barlar bor, pioner magnitofon, skorichlar o'zgartirilgan. Pasochlar. 2007 pardalari, eshik afishkalari, chexollari holati yaxshi. Mana balonlari. Orqa polni holati ko'rib ko'rasizlar avtomashinani. Kalpelari bor ekan, tayyor. Olib taqvosinglar bo'ldi. Zapaska balon, dam kiratgich, o'rnida shumkasi bo'lgan ekan zinday joyi. Eski eshik holatlari bitta linonim qilinsa bo'ldi. Chexollari taqilgan avtomashinaga. Shumkasi. Aka, motor hadoylari qanaqa? Texnik holat, yurishlari. Yurishlari zo'r, soz. Moyrasi o'ti yo'q, ha? Puli qancha? 4,5 milliard. 4,5 kam bor. Variantga bo'lib berishga? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q, naqdga. Yarim puli bo'lsa aka, ozroq muddatga imkoniyatini qidiraylik. Yo'q, aka. Pul zarur, naqdga kelishamiz. Naqd bo'lsa 4 pastda bitadimi aka? Yo'q. 4 o'zigacha ishtir bo'lsa. 41 ga berilmadi aka. 41 ga berilmadi. O'shan atrofda kelish bo'larmiz balki aka. Telefon qilishsin, kelishlarda dokumenti generalni hammadaki bo'ladi, bexijolat. O'zlaringizdan bu? Ha, o'zimiz. Telefon nomeringiz? 99lik 884 1178. Qayerda mashinasi? Biz bosgan mashinasi. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Nexia bir navbatdagisi 96-yilda ishlab chiqarilgan rangi oq qora felisida ko'ringlarchi holatini. 96-yil Nexia bir balonlari holati, kalpelari. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi sariqdan. Sariqdan oqqa sepilgan, Ichlar butunmi, orqa oldi suvaylari? Butun, xudo xolasa, ana linonim, ko'rik, chexol, Lux'dan ekan ko'raverasizlar holatini. Orqasi nimadan oldin tortib yuborasiz oldin, Mana holati sariqdan oqqa sepilgan avtomashina. 96-yil. Xudo xolasa budjetli variantdan ko'raverasizlar holatini. Gaz temir, zapaska balon, dam kiratgich, hamma narsasi bor. Shumkalari bo'lganmi? Bo'lgan. Shumka bo'lgan ekan, bonusdi. Xo'p, motorlar qanaqa aka, yurishlari? Asfalt yo'q. Rassot yo'q, moyrasot yo'q, ha? Ana Nexia bir motorlar rassot yo'q, motorlarni bitta ko'rsak. Opa, Sonstramlur, rul mexanika, gidrolik emas, mexanika. Uslitlar o'zinikimi? Uslitlar o'ziniki. Puli qancha aka? Puli 3,5 milliard. 3,5 ming deyapsiz, kam bor. Kami bor. 3,5 mingga jinday baland emasmi aka? Kraska borda qo'lni. Narx sanasa 2,5 ming qoladimi? 3,5 O'zbeklar qancha bermaysiz o'ylasiz? 28 ga bermadi. 28 ga bermaysiz. O'shanga bir 50-100 bilan bitib qoladimi? Usti atrofida gaplashamiz. Atrofida telefon qilishsin, kelishadi. Variantgachi? Variant yo'q. 1000 berib turib, qolganini 1800 dan aka, bir oyda uzib olishga. Unga imkoniyat yo'q. Bir oyga qo'yib bering hatto. Bir oy Imkoniyati bor, o'sha 1000 pul bo'lib qolgan bir oyda uzib olishga kelishsa bo'lar ekan. Dokumenti generalni bo'ladimi? Generalni bo'ladi, mashina o'zlaringizda. Nomeringiz? 97lik. 123 123 97 97 96. Qayerda mashina? 97 97. Qayerda mashinasi? Fayzabod Asakani mashinasi. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Nexia 2 navbatdagisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq, 177 ming kilometr yurgan. Kraska tozami? Kraskasi toza, 2015 Lux Kansener. Shumka. 1.6 don sponni shumka, mejgallar bor. Gazlari ham bor ekan. Tayyor ekanda, xudo xolasa minishga. Linonim bo'lmagani, ko'rigi bor, chexollar taqilgan, bari magnitofon, funtlari mejigar. Oldini ko'rsak. Bu kulaman deb gapirmasin deb tayyor. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Pernoshlangan joyi ham yo'q, Hech qanday nimalar yo'q. Dons motor 1.6, Lux Kansener gidrolik bo'ladi. Gazlar avtomashinada. Opa. Ana Nexia 2 tozasidan so'raganlar bo'lsa, tozasidan. Bu parda ekan, men tonirovkada o'ylabman. Mana orqa holati 701. Generalni chiqadi 701 ga. Zapaska balon bor.
Kontrakt kuch. Ponni poligacha shunka. Puli qancha endi aka buni? Buni 7000 deyapti. 7000 deyapsiz, kam bor. Varianti-chi? Varianti kamida 3,5 4,000 puli bo'lishi kerak. Oz muddatga beriladi, ko'p muddatga emas. Qancha muddat? Faqat vodiyga beriladi, Vodiyga. Toshkent vohaga bermaymiz. Faqat mana shu vodiyga beriladi. Vodiyga beramiz, 3,5 4,000 puli bo'lishi kerak. 3,5 4,000 pulda bo'lsa, mana Nexus 2 tozasini. 1-2 oy. Uni ko'p muddat emas. O'zoroga 1-2 oyga qo'yib berasiz. Naqdga aka 6 ga bitib qoladimi? Yo'q, bitmaydi. Qanchaga bermadi? Jicha-picha u yoq bu yoq. Telefon qilsang kelishiladi aka. Nomeringiz? 77 ming yurdi, 1.6 lyuks kansali, toza polni shunka, Magicka gazi bor. Nomeringiz? 91lik. 483 483 3383. 3383. Bu qayerda mashinasi? Shahar. Shaharda mashinasi. Obunaga bozoringiz bersin. Obunachilar mana 3,5 4,000 pulda bo'lsa, vodiy bo'ylab variantga beriladigan. Unaqa ko'p muddatga emas, ozroq muddatga bo'lsa ham variantga imkoniyati bor. Obunachilar davom etamiz. Navbatdagi Nexus 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraska toza, 52 ming kilometr yurgan. Petno ishlangan joyi ham yo'q ata buni. Top-toza ekan, prostoydan Sons gibrid gazlari bor mana. Podravnik, chok, filtr holatlari. Yurgani ham kamroq 2015-yil balonlari holati. Pultlari bor. Mana prostoydan xo'p, linonim bo'lgan ko'rik chexollari. Chexoli yo'q, bari bor. Magnitofon, tarbiya holatlari, video kameralari bor ekan. Video registratorlari bor avtomashinada. Orqasi kalitami deyapti. Video registratorlari bor. 2015 52 ming yurgan, kraska toza, petno ishlangan joyi ham yo'q ekan, barulari holati yaxshi. Mana orqa foni ko'rinishi. Zatni kamera. Akalar 1 minut shuni. Mana balonlari holati yaxshi. Mana balonlar. To'y puli qancha? Puli 800 puli. 6800 kam bor, 52 ming yurgan, kraska toza, variant to'y. Yo'q, variant. Yarim puli bo'lsa. Bir bankdan bitmaydi. Bank olsa bo'laveradi. O'zi qolsa bo'laveradi. Biz bilmaymiz. To'y naqd bo'lsa 6 ga bitib qoladimi? Naqd. Yo'q. Qancha bermaydi? Sodasi bo'lgan. Buni 6800 o'tib beramiz. Telefon qilsa kelishadi, to'y. Xo'p, nomeringiz? 91lik. 608 608 3917. Xo'p, sog' bo'ling, to'y bozoringiz bersin. Ana 6800 kami bor ekan, kamini kelishaveramiz telefon qilsa deyapti. Telefon qilib kelishaverasizlar. Toza 52 ming yurgan, 2015. Nexia bir navbatdagisi 2008-yilda ishlab chiqarilgan Sons Tramblor staloy rangida. Kraskalar qanaqa? Usta biladi. Siz anig'ini bilmaysizmi? Anig'ini bilmas ekan, oladigan odam endi ustasiga ko'rsatib tekshirib olaveradi. Linonim bo'lgan ko'rik chexol luksidan. Xo'p, qani endi ochadigan. Opa, orqa oldin ochib olsak, mana salonlar holati 2008-yil, 334 ming kilometr yurgan avtomashina. Opa, Sons Tramblor Lux konditsioner, gidravlika rul mashina, akkumulyator holatlari. Gazi bor. Kraskasini anig'ini bilmas ekan. Mashina o'zlaringizmi, tog'a? O'zim nomim. O'zlarim nomlarida. Generalni ham bo'ladi, Hamma dokument bitaverar ekan, dokumentda muammo yo'q. Mana egalaridan Nexia 1. Xo'p, orqasi ochilibdi. Boshqa yo'qmagan. 2008 Nexia 1. Kraskasini bilmas ekan anig'ini. Biladigan ko'raveradi odam. Gaz temir zapaska balon bor, mana bular cho'klar holati. Yaxshi. Yo'qmi? Xo'p, puli qancha tog'a? 5000. 5000 kam bor. Variantgachi? Gaplashamiz. Kraskasini anig'ini bilmaysiz, tog'a? Kraskasini anig'ini bilmasan ekan. Motor hadovlar qanaqa? Motor rasot yo'q. Moy rasot yo'q. Hadovoy o'ng tarafi titrayapti. Shu tomon. Tog'a naqd bo'lsa 4 pasti bitib qoladimi chitriga? 4 pasti bitadi. 4 o'zigachi? Gaplashamiz. Gaplashamiz, telefon qilishsin. Dokumentiga generalni ham bo'ladi. Xo'p, nomeringiz?
Nechilik? Men telefon nomerim Aha, o'zi. 97lik. 97lik 905 905 77 73. 77 73. Qayerda mashinasi? Buloqboshini mashinasi. Sog' bo'ling, tog' bozoringiz bersin. Shu mashina bozoridan Lada Kalina so'ragan obunachilarimiz uchun ko'ringlarchi 2007-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy rang qora bufelisidan balonlari holati kalkalari mana ko'raverasizlar. Kumho solis balonlar qo'yilgan. 2007-yil. Oldi o'ynaylar knopkada, linonim bo'lmagan, ko'rik chixollari bor. Mana salon holati, magnitofon. Kameralari ham bor. Ha, kameralari bor. Orqa oldi olaveradi. Digital bor. Mejigar punklari bor. Xo'p, kraskasi qanaqa? Kraskasi 10% bor. 10%. Eshikni pastlarida. Unaqa orqadan oldidan yo'qmi? Kaltagi yo'q. 2007-yil eshikni pastlarida kraskasi bor ekan, mana chiziq pastida. Orqa oynalar mexanik ekan, mana holat salon chixollari, setka chixol, taqilgan balonlar holati. O'rnishda orqa ko'rinishi Lada Kalina so'raganlar bo'lsa, zatni vid kamera avtomashinada orqasi ochiladi. 11-yil damas bor ekan. Ochilaveradi. Gazlari temir. Pardalari ham bor ekan avtomashinada, mashina ham egalaridan cho'klar, kapot holati. Ko'raverasizlar. Dokumentda muammo yo'qmi to'g'ri? Generalni bo'ladi, dokumentlari muammo yo'q. Mashinani banki bor. Foizsiz banki bor. Oyiga 1,2 mingdan to'lov bor. Bu qana ochiladi endi? Oldin tortdimi? Mashina uyda ekan akalar. Telefon adresi bor. Kelinglar. Motorlarni ko'rsatib qo'ysak. Pechada bir ko'rsatib qo'yamiz, baribir. O'z ochib beravering, men nima qilsam ochilmadi. 2007-yil ushbu avtomashina. Ha, ko'tarib olish kerak endi birinchi. Gazi bor, 3-paketini. Rasot yo'q, moy chiqimi? Yo'q. Moy chiqimi yo'q, mana bu yerlar holati. Xo'p, puli qancha? Puli 3,5 kami bor. 3,5 kam bor. Variant bo'lib berish. Bank ham puli oladi. Ha, bank chiqaradi bunga. Chiqaradi. Xo'p, Kumho solis qancha bermani? To'g'ri sudasi. So'rashyapti, kelishaveramiz. 3 pastli bitib qoladimi? Yo'q, yo'q. 3 ming o'ziga bitadi. 3 mingga bo'lsa beriladi. Generalni bo'ladi-da, kimita? Generalni ham bo'lar ekan. Mana telefon qilib qolgani kelishasizlar. Xo'p, nomeringiz? Nomeringiz 93 415 54 56. 415 54 56. Sog' bo'ling, to'g'ri bozoringiz bersin. 2106 navbatdagi ko'ringlarchi 75-yilda ishlab chiqarilgan qora matoviy bo'lgan ko'ringlarchi holatini. Mana balonlari bunaqangi burana diskalari bor ekan, chiroyli holatdagi balon, lekin o'rtacha. Mashina o'zlaringizdan-a, minib yurgan mashinalaringiz egalaridan. Nechi motori? 03 motor, gazi bor, akkumulyator holatlari mana kvadratlik. Yo'llari holati yaxshi. Matoviy bo'lgan. Qora matoviy, podsvetkalari bor ekan. Rul holati, linonim chixollari bo'lgan mana. Salonlari holati, patolog qismi afishkalari yaxshi. Magnitofonni olib kelgan, pulti bor. Avtomashinada mana salonlari holati. Balonlar o'rtacha lekin. Dokumentda muammo yo'q, generalni bo'ladi. Gazi temir, pol holati, jindek bu yerda chirib qo'ygan joyi bor ekan. Mana holati. Pastki holatlari. Bu pastlarda gullagan, chirigan joyi yo'qmi aka? Kuzovdagi butun, ha? Mana holati. Mo'z korobkalarchi ovozi? Mo'zda ovoz bilan ovoz bor. Mo'zda jindek ovozi bor. Korobkalari yaxshi, ha? Korobka 5 talik. Korobka 5 talik, korobkalari yaxshi. Puli qancha? 20 million kam bor. 20 million kam bor. Variant bo'lib berishga kelishaveramiz. Qancha puli bo'lsin boshida? 500, 600, 700 puli borlargacha. Ha, kamida $1000 bo'lsa, qo'yganni variant qilib beraverasiz. Qancha muddatga endi o'rtacha? Kelishamiz. Kelishamiz, bir 6 oygacha imkoniyat bormi? Imkoniyati bor ekan. Naqdga savdosi bo'ldimi bermaganingiz? Qanchaga bermadingiz? 14 millionga bermadingiz. Qo'shilib qolsa kelishiladi. Xo'p, nomerga generalni bo'ladi. Dokumentlari muammo yo'q ekan, $1000 pulida bo'lsa, qolgani variant imkoniyati bor. Nomeringiz? 91lik. Aha. 175 175 86 86 80. 80. Qayerda mashinasi? Shaharda mashinasi. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin.